O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Operator yaqinroq olib kelamiz. 4-etajdan turib, shuni tushib ketay deb turib, risk qilib shu yerdan sizlar uchun antennani sinab ko'ryapman do'stlar. Aynan sizlar uchun DV3T2 antenna olib kelib qo'yganmiz. Uyning ichida konkretni ishlaydigan hisoblanadi. 10 metrlik kabellari bor. Voy, oyog'im deydi-yu. Qattiq tegdi chunki do'stlar. Xullas, xarakteristikani video davomida chiroyli qilib aytib o'taman. O'rnatishlari bo'yicha qotmaydigan любой joyga qo'yib qo'ysalaringiz ham inshaalloh ishlayveradi degani. Xullas, komplektlarda nima-nimalari bor, narx-navolari haqida agar mabodo yozda isib ketib qolsangiz, mana shunaqa comfortable joylarga yotib, operator yaqinroq ko'rsatamiz. Bizdan nusxa olib ko'chirib, lyuks kopiya qilib, bemalol mana shunaqa joyda yotishingiz mumkin. Ya'ni bu degani 4-etajda shunday reshetkani qo'yib qo'yib, bunday oyoq cho'zib, bunaqa yirtiq paypoqlarda o'tiraverasizlar-da do'stlar. Operator meni bitta obloshkaga olib qo'yasiz. Oldingizmi operator? Xullas, endi aybga buyurmaysizlar, odamlarning e'tiborini tortish uchun chiroyli fikr mulohazada ishlar qilamiz. Hozir televizorni o'chiramiz. Antenna qimirlayotgani uchun qotadi, qimirlamay turish kerak. Menga shunday pultni berib yuborasiz operator. Hayajonlanmaymiz, faqat bering. O'chiramiz birinchi, xo'p, o'chirdik. Qanday ulanishlari, nima-nimadan hosil bo'lishlari oynani yopib qo'yamiz. Polni hozir aytib o'taman. Yaxking operator. Xullas, bu antennamiz. Mana komplektida polni antenna 4K Ultra HD formatda Smart Chip deb yozilib qo'ygan 10 metrlik kabeli bo'ladi, galovkasi, keyin bunaqa proyon bo'ladi, tiqadigan. Batafsil, hozir to'xtab qo'yaylik, hayajonlanmash uchun. Bu antennamizning xususiyatlaridan biri yana shundaki, birinchi o'rinda bitta antennani o'zi ikkita televizorga ulanib ko'rsatib bera oladi. Butun O'zbekiston kanallarini xudo xohlasa cho'tkib ko'rsatib beryapti. Mana do'stlar, bugun yana bitta mijozimizga Namanganga jo'natamiz, uzoqroq olamiz operator. Buni xullas bu yerda proyomdan bunday olinadi. Hamma et boltda qotirilib cho'tki qilinadigan narsa do'stlar. DV3T2 degan antenna. Buni xullas mana do'stlar, buni ajratib qo'yildi. Keyin bu yerda mana antennani o'zi. Antennani o'zi adashmasam shu 100-200 gram chiqib qoladi. Kronstein o'zingizga ma'qul bo'lgan joyiga, xohlang patologga, xohlang televizorning qulog'iga bemalol o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi degani. Yana xullas xususiyatlaridan biri, bu yerda ham polni boltda do'stlar, bunday ko'ramiz, bunday ochiladi do'stlar. Hop. Antenna bo'yicha nima savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana sizlar uchun zo'r narsa tayyorlab qo'yganmiz. Operator yaqinroq olib kelamiz. Bu narsani antenna mana shunday turish uchun, masalan, televizorga ko'rsatamiz. Televizorda tagida podstavkasi bo'ladi. Menga qaratamiz endi. Antenna mana shunday chiroyli, endi tovarni yutib olib turish uchun, mehmonlar kelganda uyalmas uchun mana shunaqa narsa o'ylab topib qo'yganmiz do'stlar, aynan sizlar uchun. Bunday ochiladigan joyi. Xohlasalaringiz buni kronsteynni olib tashlasalaringiz mumkin. Keyin mana shunaqa podstavkasini qo'yib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Mana bunday olinadi. Batafsil qotirib, qanday qo'yishini sizlarga ko'rsatib berib o'tayapman. Hop, hozir yana bittasini olamiz. Hozir do'stlar, 1 daqiqa. Mana do'stlar, bunday xullas olinadi, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Mana bunday qo'yib qo'yiladi. Keyin buni qotirish anaqasi sposobi deydimi, nima deydi? Bunday qilib qo'yiladi, qaranglar. Tiqiladi bunday. Bunday hozir 1 minut. Mana bo'ldi, mana tiqildi do'stlar. Tiqilgandan keyin bunday tiqilar ekan, avvalambor uzr mana. Hop, ana. Ko'rdilaringiz-a? Endi buni tiqilgandan keyin mana shunday turadi. Antenna keyin bunday qo'yib qo'ysalaringiz, mana shunday turaveradigan joy. Mana shunday do'stlar. Ya'ni orqa tarafda mana shunday turadi. Hozir bizga bu shart bo'lmagan uchun bunday olib qo'yamiz. Keyin uni joyiga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bu antennamiz uje klienti bor. Biz buni tekshirib, ishlatib ko'rib, inshaalloh jo'natayapmiz. Yana xususiyatlariga keladigan bo'lsam, instruksiyasi bor, instruksiyasini ko'rsating qo'lingiz bilan operator oldi orqasini batafsil shoshilmasdan. Polni mana shu yerda komplektatsiyalari yozilgan, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. O'zimiz bu antennalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. DV3T2 fabrichniy Xitoy bo'ladi do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bepul. Hozirda do'stlar, narxi aksiyada 175 ming so'm 10 metrlik kabelda chiroyli qilib dostavka qilib beramiz. Pochta orqali chiqarib olsak, 1 kunda 3 kungacha qo'lingizda bo'ladi degani. Xullas, yana qaytadan televizorga ulab ko'rsatamiz. Mana komplektatsiyasi shu. Operator bunday ko'rsatamiz. Mana komplektatsiyasida shu antenna bo'ladi. Keyin bunaqa
blok pitaniya bo'ladi. И keyin mana 10 metrlik kabel bo'ladi do'stlar. Hozir endi batafsil buni o'rnatishni ko'rsataman sizlarga. Bunday qilamiz. Operator yaqinroq olib kelamiz. Bu yerda mana shu teshigiga bunday tiqamiz do'stlar. Keyin buni buraymiz. Hozir 1 minut. Bunday buni buralyapti. Hozir hop. Prosta mexanizmi moshni bo'lgani uchun qattiq moshni qilib buraladi do'stlar. Chiqib ketmasligi uchun, boshingizni qotirmasligi uchun. Endi aytmoqchi bo'lganim, bu televizor kimdir uyida farzandlarim tegmasin deb chekaroqda turgan bo'lishi mumkin. Farzandlarim tegmasin deb qayerdadir chekaroqda turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bitta o'rnatgandan keyin moshni qotsin degan. Mana qarangizlar, endi hech qayerga chiqib ham ketib qolmaydi, kirib ham ketib qolmaydi do'stlar. Endi bunday ulanadi. Ulamay turamiz, to'xtab, shoshilmay. Aytgancha antennani orqasiga ulash kerak. Buni avvalambor televizorning orqasiga tiqamiz, bu yerda ko'rsatamiz prayomni. Operator qarang. Mana shunday bu yerga ulaymiz. Hoppa, ana tiqildi. Tiqilgandan keyin endi buni o'sini ulaymiz. Qattiq deydi. Xullas buna keyin metni, antennani meti bor. Endi mana shu teshigiga mana shu prayomni tiqamiz. Tiqqanimizdan keyin buni ham mahkam qilib ulaymiz do'stlar. Xullas mana ulanyapti. Hop. Hozir. Как положено, hammasi xavfsiz zo'r qilingan. Bu antennamiz xudo xohlasa zo'r ishlab kelmoqda. Hop. Mana qot. Metni hozir qattiqroq qotirib yoramiz. Sababiki o'ynab qopti. Hoppa, qattiq qotirmaganimiz uchun. Bemalol qo'rqmasdan qotirib yoraverasizlar do'stlar. Bexijolat. Mana xullas qotdi. Endi mana televizorni yoqamiz. Avvalambor buni blok pitaniyani tokka tiqamiz. Keyin birinchi o'rinda televizorni tokka tiqishimiz kerak. Televizor yondi. Keyin mana blok pitaniya yongandan keyin bu yerda qizil bo'lib yonadi, bu yerda ham qizil bo'lib yonadi do'stlar. Mana batafsil bunday ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, hop. Mana do'stlar, yondi. Keyin televizor mana shunday yonaveradi inshaalloh. Bunday qilib qo'yamiz. Mana do'stlar, mana shuni ishlab turganimda ham qotmasdan yonaveradi. Avvalambor bitta zo'r yaxshi joyga qo'yib qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'g'risi gapni ochig'i, mana umuman qotmayapti, ko'rib turganlaringizdek. Endi bunday yana qilamiz. Mahallani ham ko'rsatadi, zo'rtuvini ham ko'rsatadi. O'zbekistonda nechta kanal bo'ladigan bo'lsa, hammasini uyning ichida ko'rsatib kelmoqda. Rossiyani kanallarini ham ulayman desalaringiz, Rossiyani kanalini ham nastroykasiga kirib ulasalaringiz, menimcha ko'rsatsa kerak. Ya'ni pulli kanallarni ham ko'rsatadi degani faqat pulni to'lash kerak. Mana do'stlar, xullas mana ishlayapti. Hozir mana uyning ichida qotmasdan bunday o'chirib qo'yamiz. O'chirganimiz sababi imенно YouTube platformasiga bunaqa uzun video boshqalarnikini qo'yish mumkin emas, faqat o'zimiznikini qo'yish mumkin. Hozirda bu antennamiz narxi 175 ming so'm, 10 metrlik kabeli bilan birga, blok pitaniyasi ham bor. Bitta antenna orqali ikkita televizoringizni podzaryad qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi deganim. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Har doimgidek sizlar bilan ko'p ko'z bola obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz.